Bugungi videomiz albatta juda qiziqarli va neobычный video bo'ladi. Sababi bugun sizlar bilan detskiy bolajonlar uchun nabor komplektni ko'rib chiqamiz. Endi videoni oxirigacha e'tibor berib ko'rib turasizlar. Bu komplekt naborda nimalar borligini bitta-bitta ko'ramiz. To'g'risi men o'zim ham uncha bu bolajonlar narsasiga tushunmaganim uchun nimalar borligini bilmayman. Nice. Bitta sizlar nimaligi nomini kommentariyada yozib ketasizlar. Mana bu birinchi kiyadigan narsachasi. Menimcha bu tak mana shunday komplekt bo'ladi. Oyoqchalar bilan yopib turadigan hamma narsasi bor ekan bu naborimizda. Bundan tashqari yana boyagi nabordan rangi boshqachasi bor ekan. Menimcha buni almashtirib yuvib, bunisini yuvgan paytingiz bunisini kiyg'izib qo'yasiz. Mana shunaqa narsa bo'lishi kerak. Buni 16 talik, 18 talik, 24 talik, o'ng tarafi mana bu ekan, uzr. Ko'rishlaring mumkin. Rasvetkalarni bundan tashqari endi bu tippaga mana bu vitrovkachasini o'zi degan bo'ladi. Vitrovkacha oldida dapchalar bo'ladi, oldini bog'lab qo'yasiz. Endi bitta naborda nima kerak bo'lsa, hamma narsa bor, hammasidan qo'shgan. Bu mana bu ham vitrovka bo'lsa kerak, futbolka vazifasida o'tadi. Endi mana bu yerda nima bor ekan? Bu menimcha topdimman ishtonchasi. Mana bular bilan komplekt qilib yig'izasiz buni. Komplektida narsa ko'p. Bu endi bilmadim qaysi payt kiyadi bu ishtonchani. Bundan tashqari mana bunaqa narsalar ham bor ekan. Buni rumolcha deb o'ylaylik. Oh my god! Wow! Mayli, rumolcha bo'lsa kerak. Shunaqa narsasidan 4 ta bo'ladi. 2 ta однотонный, 2 ta mana bunaqa ustida pandachani risonkasi bor. Mana bu aniq paypoqchasi va qo'liga kiyg'izib qo'yadigani bo'ladi. Mana bitchalarini tindirab tashlamaslik uchun chaqaloqchalar ko'p bitini tindirab tashlaydi, tirnoqchasi o'sgan paytda. Buni bilaman. Mana bu narsasini ko'rsalaring bo'ladi, bu paypoqchasi. Endi buni katta bo'lib turibdi, bunisini ko'ramiz. Oho, detskiy yostiq ham bor ekan ichida. Oh my god! Wow! Zo'r, vashi komplektimizda hozir o'zim nechta narsa o'qitdim, adashib ketdim. Mana bu nimadirdi, bo'ynidan o'tkazib qo'yadi. Oshxo'ra deydi buni. Bu oshxo'rani boshqacharoq varianti. Keyin mana bu nima bu? What? Bilmayman to'g'risi nimaligini yozaverasizlar o'zlaring. Menimcha sharfchasi bo'lsa kerak. Shapkani oldidan chiqdi-da. Mana bu shapkachasi. Boshchasiga juda chiroyli narsalar ekan hammasi. Mana bu narsalar boshida ko'rganimiz uzun nima kiyimchasi bor edi-ku, o'shan bilan komplekt qilib ishlatiladi menimcha o'sha vaqtda. Keyin bu narsasi ko'p deb e'tibor bergan bo'lsalaring, yuvgan paytlaring bunisini yuvsangiz, bunisini ishlatib turasiz. Hammasini materiali 100% HB bo'ladi, bis sintetika. Bu narsamizni menimcha oldin boshqa joyda obzorini ko'rmagan bo'lsalaring kerak. Mana uni qaranglar. Kattagina pleti ham bor ekan ichida. Bemalol bolajonimizni o'rab qo'ysalaring bilan orqa tarafida kapishongachasi bor. Shuni boshini kirgizib qo'yasiz, bu yoqdan o'rab, mana belvoqchasi bor. Belvoqchasini shunday beldan o'tkazib qo'yasiz. Bu tarafini yopib qo'ysangiz, oyog'idan sog' o'tmay turadi-da. Xullas, bu komplektimizni ko'rdilaring. Ichidagi soniga narsasini hisoblaydigan bo'lsanglar, men o'zim adashib ketdim sonni. Sizlar agar sonni sanagan bo'lsalaring, kommentariyaga yozib ketinglar. Keyin bir ikkita bo'ya tushunmagan narsalarim bor-ku, nima bu deganlarim. O'shalarni ham nimaligini yozib ketinglar. Buni hozir ko'rsatgan naborimi har xil ranglari, rasvetkalari va adashmasam kamida bu yerda bir 24 ta yo'masa 20 talik naborda ochib ko'rsatdim. Buni soni kamrog'i 10 taligi, 18 talik, 16 talik variantlari ham bor. Xullas, sizlarga mana shunaqa neobычный narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning shahardagi do'konimiz Belisimaxonga kelib, rangi, rasvetkasidan tanlab olib ketishlaring mumkin. Bu mahsulotimiz Xitoydagi Pekin fabrikasining sifati juda yaxshi chiqqan bo'ladi.